Aylık. Hiç kim tanımayapti. Qur'onni ham o'qiy olmaydigan odam bugun chiqib Abror bilan talashibdi desa, kim ekan u deydi masalan. Bir kishi nimaga keladi? Xalifa, qaytgan bir xalifaning vaqtida shaharga kiradi. Kirsa hamma xalifani maqtab she'rlar yozgan, baytlar yozgan, o'qigan. Bu kishi keladidan xalifani shunday yomonlab she'r yozadi. Shunda xalifa aytadi, "Ya bu Majnun" deydi. "Ya bu bir narsa, buni olib kelinglar" deydi. "Ya adashdi, bilmadi" deydi. "Men buni kechiraman" deydi xalifa. Chaqirib olib keladi. "Ya sen Majnunsan, ya adashib ketding, meni tanimaysan. Men seni kechiraman. Nimaga unaqa deding" desa, "Yo, men Majnun ham emasman. Men adashmadim, men qasddan yozdim" deydi. "Nimaga unaqa yozding" desa, "Hamma shoirlar sizni maqtayapti, men ham maqtasam hech kim meni e'tibor qilmaydi she'rima. Hozir men yomonlagan edim, hammaga taniqlik bo'ldim" degan. Shunga o'xshagan narsalar bo'ladi.